Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab ayrim avtomobillarga gaz qo'yilmaydi. Qo'yilishi ham mumkin emas. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun va to'liq xabardor bo'lish uchun video rolik ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat, hukumatning tegishli farmoniga muvofiq 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab ayrim avtomobillarga gaz qo'yishga cheklov joriy etiladi. Yangi tartibga ko'ra, tegishli hujjatlarda mavjud bo'lmagan, texnik ko'rikdan o'tmagan, muddati o'tgan yoki sinovdan o'tmagan gaz baloni o'rnatilgan avtomobillarga gaz quyish taqiqlanadi. Bu tartibni nazorat qilish uchun gaz quyish shoxobchalariga maxsus aqlli kameralar o'rnatiladi. Kameralar avtomobil davlat raqamini avtomatik aniqlab, uni yagona elektron baza orqali tekshiradi. Agar avtomobil ma'lumotlari bazadan talablarga javob bermaydigan transport vositasi sifatida qayd etilsa, tizim gaz quyish jarayonini avtomatik ravishda bloklaydi. Shu choralar avtomobil gaz jihozlaridan xavfsiz foydalanishni ta'minlash, portlashlar va boshqa baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Shuningdek, mutaxassislar avtomobil egalaridan texnik ko'rikdan o'z vaqtida o'tkazishini va gaz ballonlarining hujjatlarini, texnik holatlarini tekshirib qo'yishlarini tavsiya qilmoqda. Azizlar, fikringizni izohlarda yozib qoldiring, videoga like bosishni va albatta kanalimizga obuna bo'lib, eng muhim xabarlarni birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.